Bugun sizlar bilan uy sharoitida sushi tayyorlab ko'ramiz. Tovoga 1 stakan guruch, 1 stakan suv solamiz. Qaynab chiqquncha baland olovda qaynatib, keyin 15 daqiqa past olovda dimlab qo'yamiz. Guruchni yuvish hesiladan chiqmasin. Tayyor bo'lgandan so'ng ustiga sochiq yopib, yana 15 daqiqa kutamiz. Endi guruchimiz uchun sirop tayyorlaymiz. Risol ususdan foydalaning. Manda yo'lig'i uchun men olmali ususdan foydalandim. 2 qoshiq uksus, 1 qoshiq shakar va tuz solib shakarlari eriguncha aralashtiramiz. Guruchimizga solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Qarabsizki, sushi uchun guruchimiz tayyor. Guruchlari dona-dona bo'lib zo'r bo'ladi. Ichiga bodring to'rab olamiz. Faqat chetini solinglar, o'rtasini solsanglar suvlari chiqib ketadi. Men krabovый paloshka soldim, tovli qilsanglar ham bo'ladi. Faqat tovuqni duxovkada marinatlab pishiringlar. Shunda mazasi zo'r chiqadi. Krabovый paloshkalarimizni maydalab olamiz. Xohlasanglar kubik qilib to'g'rab chiqsanglar ham bo'ladi. Sushi o'rash uchun o'zini ko'vrigi bo'ladi. Manda yo'lig'i uchun pergament qog'ozdan foydalandim. Pergament qog'oz ustiga norini qo'yib, oldin guruchni solib tekislab chiqamiz. Ustidan tvorojniy sir surtib chiqamiz. Men krem chiz tvorojniy siridan soldim. Tvorojniy siri hamma joyiga sursanglar ham bo'ladi. Men qoshiqda shunaqa qilib solib chiqdim. Keyin bodring va krabovый paloshkalarimizni solib, shunaqa qilib o'rab olamiz. Yaxshilab zich qilib tortib o'ringlar, bo'lmasa ochilib ketadi. Oxiriga kelganda uchlarini suvlab olinglar, shunda yaxshi yopishadi. Agar bunaqa oson tayyorlanishini bilganimda, Yaponiya mamadan zakaz qilib o'tirmasdim. Siz ham tayyorlab ko'ring, ishoning, birga bir o'xshab chiqadi. O'tkir pichoq bilan 6 ta yoki 8 ta shunaqa bo'laklarga bo'lib olamiz. Ehtiyotkorlik bilan kesinglar. Qaranglar, qanaqa zo'r chiqdi. Agar eng zo'r sushi qaysi deysa, ikkilanmasdan o'zim pishirgan sushi deb aytaman. O'zingiz ham bemalol uy sharoitida shunaqa mazali sushi tayyorlab ko'rsangiz bo'ladi. Shunda qimmatga restoranlardan zakaz qilib o'tirmaysizlar. Obuna bo'lib qo'ying.